Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar hasadni sabablarini o'rganibdi azizlar. Nimaga odam hasad qilarkan degan savolga javob beribdilar. Birinchisi, dushmanlik va yomon ko'rish sababidan hasad qilarkan. Bu hasadning eng kuchli sabablaridan biri. Ikki kishi biror bir sababga ko'ra urushib qoladi va oralarida kelishmovchilik chiqib, bir-birini yoqtirmay qolishlari mumkin. G'azabi chiqqan odam o'zini dushmaniga nisbatan qalbida kek saqlab qolsa, u hasadga aylanadi. Dushmaniga o'zi yetkaza olmagan zararni zamondan kuta boshlaydi. Agar dushmanga biror yomonlik yetsa xursand bo'ladi va aytib qo'yadi: "Menga yomonlik qilgani uchun Alloh taoloning o'zi uni jazoladi" deydi. Mana shu gap ko'p qaytariladi, bilasizmi? Falonchi meni xafa qiluvdi, Alloh unga musibat keltirdi. Birodar, bu sizning gapingiz faqat hasad. Siz aytishingiz kerakki, yomon bo'pti. Bir musulmonning boshiga musibat kelibdi-ya. Alloh uni musibatini aritsin. Qalbingizda unga nisbatan xursandchilik bo'lib turgan bo'lsa, bu shaytonning ishi. Shaytonga qarshi chiqib bo'lsa-da mana shu gapni aytishingiz kerak. Lekin bizda undek emas. E'tibor bering-a, birortasini boshiga bir ish tushsa, o'shinga nisbatan adovati bor odam xursand bo'ladi. Go'yoki u sabablik. Yo'q, Allohning taqdiri edi. Allohning taqdiri bilan bo'ladi, sizni yomon ko'rganingiz bilan emas. Bunday xayolga bormaslik kerak. Bu esa hasadning eng cho'qqisi. Ulamolar aytayaptilar, yana hasadga sabab bo'ladigan narsani ikkinchisi, bu ko'ra olmaslik. Ba'zi odamlarda boshqani o'zidan ustun bo'lishini ko'ra olmaslik odati bo'ladi. Mana shu narsa ham hasadning sabablaridan biri. Odatda birovni o'zidan past sanab, uni odam o'rnida ko'rmay, nazar pisand qilmay yurgan bo'ladi. Doimo o'sha odam unga qaram bo'lishini, yalinib turishini istaydi. Birdan qarasa haligi odamga ne'mat yetib keladi, shunda hasodchining hayoli buziladi. O'zini qo'ygani joy topolmay qoladi. Hasadi o'zini ko'rsatib qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Ba'zan bir xilgilar borki, bir joyda ishlaydi, tadbirkormi yo bir amaldormi, uni qo'lida doim xizmatini qilib yuradigan odam bo'ladi. Doim unga tavozi qilib, xo'jayin deb yurish kerak. Barcha aytgan ishlariga labbay deb turish kerak. Alloh berib, uni ham ishlari yurishib, bir oz o'zi ko'paya boshlasa, bilasizmi, birinchi nima deydi? Bu men tufayli bo'lyapti deydi. Holbuki rizq berguvchi Alloh ekanligini unutadi. Hasadning sabablaridan yana biri bu kibr ekanasizlar. Mutakabbir odamlar doim masxara qilib, yerga urib, oldilarda maqtanib, sal narsaga kirilib yurgan bo'ladilar. Shuning uchun ulardan past odamlarga nisbatan yetganiga chiday olmay hasad qiladi. Uning uchun u doim shunaqa masxaralanib yurish kerak edi, u kibrlanib yurish kerak edi. Ana o'sha odamga ne'mat yetganda bu hasad qila boshlaydi. Yana bittasi hasadning sabablari. Maqsadga erisha olmay qolishdan qo'rqish. Bu holat bir maqsadga erishish uchun harakat qilayotgan shaxslar orasida bo'ladi. Ulardan biri ko'zlagan maqsadga erishish yo'lida ne'matga sazovor bo'lsa, boshqasi hasad qiladi. Qo'polroq misol keltiradigan bo'lsak, maqsadga erishish yo'lidagi hasad. Nega bu bundoq? Nega bu bunaqa? Ikkita birodar bir tashkilotda ishlaydi. Oldilariga bir maqsad bilan intilyapti-yu, lekin bittasini ishi yurishyapti, ikkinchisiniki yo'q. Mana bu narsa unga hasad keltirib chiqaradi. Go'yoki u maqsadini oshirishlikda niyatiga mana shu odam to'sqinlik qilyapti deb o'ylaydi. Va o'shining orqasidan hasad kelib chiqadi. Yana ulamolar aytayaptilar, yana hasadning sababi mansabparastlik, shuhratparastlik. Bunga ma'lum bir sohada tengi yo'q bo'lishni orzu qilgan shuhratparast kimsa misol bo'ladi. Agar unga dunyoni narigi burchagida senga teng keladigan odam chiqibdi deyilsa, o'shani yo'q bo'lishini orzu qiladi. Mana bu narsa yomon, shuhratparastlik. Faqat o'zi bo'lish kerak. Hamma unga qarash kerak. Bu hamma sohada bor. Nega bu hunarmand ikkalamiz bir xil hunar qilamiz? Bu ham duradgor, men ham duradgor. Nega buni odamlar chaqirib qildiryapti? Har kim Alloh berganiga qanoat qilib, shukr qilib, o'zini ustida ishlab hunarmand bo'lsin yoki bo'lmasa biror bir kasb egasi bo'lsin, ahli ilm bo'lsin, kim bo'lsin, o'z ustida ishlasa inshaalloh hasad qilish o'rniga o'sha shuhrat topayotgan, Alloh martaba berayotgan odamga duo qilib turish kerak. Bir narsani unutmaslik kerak. Alloh aziz qilgan kishini hech kim xor qila olmas. Alloh xor qilgan kishini hech kim aziz qila olmas. Ana shu qoidani aytsangiz, hasadingiz ketadi inshaalloh. Va eng oxirgisi, juda tubanlik bilan bo'ladigan sabab bor ekan yana bir hasadga. Odamlarga yaxshilikni ravo ko'rmaydigan, tabiati buzuq shaxs hasadchi bo'lar ekan. O'ziga hech aloqasi bo'lmasa ham
birovga ne'mat yetishini ko'ra olmaydi. O'z-o'zidan hasad qilaveradi. Unda bir fazilatni ko'rib qolsa, unga illat qidiradi. Nimaiki odamlarda bir yaxshilik bo'lsa, mana shunaqa salbiy tomondan fikr bildiradi. Mana bu hasad. Dunyo bir mato azizlar. Alloh uchun bu dunyoni hashshani qonatichalik ham qadri yo'q. Agar qadri bo'lganda kofirga bermas edi. Nima qilamiz hasad qilib? Agarki biz shu hasadni yo'qotsak, bir-birimizga gina qilishni yo'qotsak, Rasulimiz alayhisalom 3 marta jannati degan odamni qatoridan joy olamiz. Ana o'sha bizni jannatga olib kirar ekan. Allohdan so'raylik azizlar, qalbimizdan hasad kasalligini chiqarsin. Kibr va havoni yo'qotsin. Bir-birimizga adovat, ginalarni yo'qotsin va Allohdan jannatiylardan bo'lishlikni so'rab, xulqimiz ustida ish olib borishimiz kerak. Qalbimizni to'g'rilashimiz kerak ekan. Ana o'shanda inshaalloh jannat sizga muborak. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Alloh azza va jalla siz va bizlarni bugun namoz o'qib, yana birga duo qilishlik vaqtiga musharraf qilib turibdi. Albatta qo'limizdan kelganicha vaqtimiz bo'lganda sizlar bilan suhbat qilib turibmiz. Kamchiliklarni Alloh o'zi kechirsin. Kamchiliklarini Allohning o'zi to'ldirsin. Albatta bu aytilayotgan, gapirilayotgan suhbatlarni yaxshiligi, yutug'i bu shariatdan, kamchiligi bizdan bo'ladi. Alloh o'zi hammamizni kechirsin, hidoyatga solsin. Imom Termiziy, Imom Muslim hadislarda rivoyat qilgan bir hadis bor. Imom Termiziyda ham keladi, Sahih Muslimda ham keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan yoki Anas radhiyallohu anhu va g'ayruhu ulardan boshqalardan ham rivoyat qilingan bir hadis bor. Aytadilarki, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam kunlardan bir kun mana shu siz azizlar o'tirgani kabi sahobalar o'tirgan edi. Rasulimiz alayhisalom mana bunday minbarga chiqayotdilar. Sa'idal minbar deydilar. Minbarga chiqdilarda birinchisiga chiqqandan keyin to'xtab qoldilarda, "Thumma qala amin." Keyin amin dedilar. Keyin yana ikkinchisiga chiqdilar. Yana to'xtadilar, yana amin dedilar. Va uchinchisiga chiqdilar. "Thumma qala amin." Thumma stawa va jalasa. Keyin o'girildilar va o'tirdilar. Uchinchi marta yana amin dedilar. Sahoba-i kiromlar payg'ambarimiz alayhissalomni har bir harakatlarini kuzatardilar. Agar qachon ular uchun doimiy qilinmagan bir ish bo'lsa savol berardilar. Ko'rdilarki, bu ish avval bo'lmagan. Nega endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim minbarga indamasdan chiqardilar, bu safar to'xtab yana har to'xtaganda amin amin deb chiqdilar. So'radilar sahobalar, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nega 3 marta amin amin deb chiqdingiz minbarga? Avval bu narsani ko'rmagan edik-ku" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom ular kutmagan gapni aytdilar. "Atani Jibril alayhisalom" dedilar. Men minbarga chiqayotganda Jibril alayhisalom farishta keldilar. Har bir darajatga chiqqanda, har bir xonaga chiqqanda u zot bittadan duo qildilar va menga "Qul amin" dedilar. "Amin degin" dedilar, men amin dedim. Har biriga Jibril alayhisalom duo qildilar va payg'ambarimiz alayhisalom amin dedilar. Jibril alayhisalom farishtalarning eng ulug'i. Qancha payg'ambar alayhissalomlar kelgan bo'lsa, hammasiga vahiyni Jibril alayhissalom olib kelganlar. Eng ulug' farishta. Mana shu zot duo qildilar. Duolari qabul bo'ladigan, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Jibril alayhissalomning duolariga amin dedilar. Amin degani ostajib duahu deganida, duosini qabul qil degani. Amin degani duosini qabul qil degani. Jibril alayhissalomning duolariga payg'ambarimiz alayhissalom qo'shilib duosini qabul qil ya Rabbi deyapti. Mana o'ylaymanki, biror bir musulmon yo'qki, mana shu duoni mustajabligiga gumonda bo'lsa. Sizda gumon bormi? Yo'q. Bizda yo'q, hech kimimizda gumon yo'q. Hammamiz aytamizki, bularning duosi demak
Shubhasiz qabul. Xo'p, buyuk zotlarning duosi qabuliyatiga hozir siz azizlar Imom Muslimda, Imom Termiziyda kelgan sahih hadis ekan. Mana shunday ulug' hadis ekan, ulug' zotlar aytgan ekan. Amin deganlikni Rasululloh tasdiqlayaptilar, aytibdilar, duo qilibdilar. Bu shubhasiz qabul deb turganingizdan keyin bu duoni nimaligini bilib turib mana shunga yarasha amal qilishni Allohdan so'rab turing. Rasulimiz alayhisalom aytayaptilar. Nima deb duo qildilar? Jabroil alayhisalom deganlarida, birinchi darajatga chiqqanlarida Jabroil alayhisalom aytibdilarki, "Raghima anfu rajulin" yoki ikkinchi rivoyatda "Raghima anfu imri'in" burni yerga ishqalanib ketsin. Bu iborani o'zbekchasiga aytsak, xor bo'lib ketsin degan ma'no chiqadi. Xor bo'lib ketsin, zor bo'lib ketsin. Shunday kishiki, "Idza zukirta indahu falam yusalli alayka." Sizni nomingiz uning oldida zikr qilinsa-yu, u sizga salovat aytmasa, bunaqa insonni burni yerga ishqalanib ketsin deganida Rasululloh sollallohu alayhi amin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning nomini eshitganda har qanday musulmon hech bo'lmasa alayhissalom desin azizlar. Sallallohu alayhi va sallam desin. Chunki Alloh Qur'oni Karimda ham bunga amr qildi. Estaizu billah, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima dedi. Alloh buyuryapti. Albatta Alloh va farishtalar payg'ambar alayhissalomga salovat aytadi. Ey mu'minlar, sizlar ham u zotga salovat salom aytinglar deyapti Alloh taolo. Demak, payg'ambarimiz alayhissalot va sallamning nomini eshitganda, u zot zikr qilinganda albatta salovat aytishimiz kerak. Bir xilgilarimiz o'zimizcha gapiramiz, o'tirib hadisdan gapiramiz. Payg'ambar bunday degan ekan. Payg'ambar bunday degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bunaqa beodoblik qilmaslik kerak. Gapirsa hadisni oxirigacha chiroyli qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb salovati bilan aytish kerak. U zotning nomini eshitdikmi, darhol salovat aytishimiz kerak. Darhol salovat aytishimiz kerak. Agar kimki salovat aytmasa, demak uni qalbida payg'ambarimiz alayhissalomga muhabbat yo'q azizlar. Shuning uchun ham Jabroil alayhissalom bunday insonda burni yerga ishqalansin dedilar. Ikkinchi bahonaga chiqqanlarda nima dedilar? Aytdilarki, yana xuddi shu duoni qaytardilar. Raghima anfu rajulin yoki raghima anfu imri'in, burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Shunday kishiki, agar uni uyida ota-onasi tirik bo'lsa, yo bitta otasi yo bitta onasi tirik bo'lsa-yu, ular tirik mahalda ularni duosini, roziligini olib jannatga kirib olmaydigan farzand bo'lsa, bu ham xor bo'lsin deydilar, amin dedilar. Uyingizda ota-onangiz bo'lsa, ularni duosini olib, xizmatini qilib jannatiy bo'lib oling. Agar bu imkoniyatni qo'ldan chiqargan bola bo'lsa, farzand bo'lsa, o'sha duoga to'g'ri kelib qoladi. Uni imkoniyatini qo'ldan chiqarib yuborayotganlar qancha bo'lyapti azizlar? Qancha bo'lyapti? Tashqarida turib ko'pchilik bilmaysiz. Otalar, onalar ishlariga aralashyapmiz biz. Yig'layotganlar qancha? Mana Ramazon oylari, Qadr kechalari hammani duosi qabul bo'ladi, magaram ota-onaga oq bo'lgan odamda duosi qabul bo'lmaydi. Ko'pchilik xursand bo'ladiki, otam, onam meni hech qachon oq qildim demagan. Demaydi-da. Hech qaysi ota-ona bolasiga oq qildim seni demaydi azizlar. Juda ham endi jonidan o'tib ketmasa aytmaydi bu gapni. Zulm qilsa ham aytmaydi bolasiga. Ammo esdan chiqarmangki, kim ota-onasini yig'latsa, u ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolgan bo'ladi. Ota-onasini ko'zidan yosh chiqarib qo'ysa, u farzand ota-onasini oq qilganlar qatorida qiyomatda turilib hayron bo'lib turaveradi. Nimaga bunday bo'ldi ekan deb.
Holbuki tirik mahalda ularni duosini olib, ularda xizmatini qilib, rizoligini olib olish kerak edi. Umrlari uzoq bo'lsin, otalar o'tiribdi. Ota-onani o'sha ota-ona bo'lganda biladi deb ko'p aytamiz. Farzanddan ko'p narsa so'ramaydi azizlar. Farzanddan faqatgina e'tibor so'raydi. Farzandiga gapirayotgan bo'lsa, uni yaxshiligini o'ylab gapiradi. Shuning uchun ota-onamizga ko'proq e'tibor qaratib qo'yaylik. Ularning duosini olaylik, ularning xizmatini qilaylik-da, inshaalloh o'sha jannatiylarning qatoridan joy bo'laylik. Rasulimiz alayhisalom 3-darajatga chiqdilar, 3-pog'onaga chiqdilar. Yana amin dedilar. Buni sababini aytdilarki, yana Jibril alayhisalom 3-marta ham duo qilibdilar. Iza dakhala Ramazon debdilar. Agar Ramazon oyi kirsa-yu, ushbu oyda jannat eshiklari ochiq, do'zax eshiklari berkilgan bir kunda ham gunohlaridan yuvilib, Ramazondan gunohlardan pok holatda chiqib olmaydigan kimsa bo'lsa, bu ham xor bo'lsin deganida amin dedi. Demak, Ramazon oyini inson Allohning bergan imkoniyati deb qabul qilish kerak. Alloh gunohlarni kechirishni va'da qilyapti. Tavbalarni qabul qilishlikni va'da qilyapti. Jannatning eshigini ochib qo'ydi, do'zaxni berkitib qo'ydi, shaytonni kishanlab qo'ydi. Mana shu kunda ham endi g'aflatda bo'lib, ichib ma'siyat qilib yurganlar qancha bo'ladi? Ramazonda qancha bunaqa gunoh. Ana o'shnaqa bo'lib yursak, Ramazon oyida ham gunoh, fujur, fisq qilib yursak, Alloh saqlasin. Ilohim bunday yurmaylik, ibodatda bo'laylik. Mabodo shunaqa gunohlar bilan yuradigan bo'lsa, haligi duoda ichiga kirib qoladi. Bu duo endi o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, ikki buyuk zotning duosi. Shuning uchun bu duodan o'zimizni ehtiyot qilishlik uchun o'sha duoda aytilingan narsani qilma deganini, qilmaslik qil deganiga intilish kerak. Rasulimiz alayhisalom mana shu gapni aytganiga necha asr bo'ldi, mana sahobalardan bizga qadar yetib kelyapti. Biz doim buni qayta-qayta eslatyapmiz azizlar. Hammamiz bu dunyoga omonatmiz. Siz azizlar bugun suhbatimizda o'tirgan barchalaringiz Rasulimiz alayhissalomning bir hadislariga amal qilib o'tiribsiz. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni suhbat qilyotgandilar, mana shunday qilib. 3 ta birodar do'st kelib qoldi. Bu hadis, voqea bu bo'lgan. Birlari aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbat qilayotganini ko'rib, suhbat bo'lyapti ekan dedi, bundoq yurib ichkariga harakat qilishga, yaqinroqqa borishga harakat qildi. Ikkinchisi aytdiki, o'zini ichida, yo'q, hozir men odamlar orasida o'tsam, bularni hammasini tashvishga qo'yaman dedi-da, bir chekada o'tirdi. Uchinchisi qaradida, indamasdan bo'ralib chiqib ketib. Rasulimiz alayhisalom suhbat qilib bo'lganlardan keyin aytdilarki, hammasi turayotganda to'xtanglar dedilar. Jibril alayhisalom bu xabarni olib keldi dedi, Alloh bildirdi-da. 3 ta do'st bor ekan dedilar, haligilarda aytibdi. 3 ta do'st bor ekan, uchalasi ilm suhbatiga kelibdilar. Birlari suhbatni yaxshiroq eshitdi deb yaqinlashibdi, Alloh ham unga yaqinlashdi. Biri odam Allohning suhbatidan odamlarni chalg'itishdan hayo qilibdi, Alloh uni gunohini yozishdan hayo qildi dedi. Ammo uchinchisi yuz o'girib ketibdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedilar. Shuning uchun siz azizlar bugun mana o'tirib, ham yaqin bo'lib, ham hayo qilib o'tirgan orqada ko'rdik. Ham muhabbat, ham sadoqat bilan o'tiribmiz. Inshaalloh Alloh azza va jalla mana shu savobiga dohil bo'laylik. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunya va azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khayr khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.